Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizda biz cho'chqadan epik narsalar olamiz videosi. O'zimga shader qo'shib oldim. Nima deb o'ylaysizlar? Yaxshimi yoki yomonmi? Lekin o'z to'g'risi qo'shganimdan buyon umuman o'ynamayapman. Bunga qaranglar. Вообще tosh nima, olmos nima bu? Nima? Lekin to'g'risi bilmayapman nimaligini. Nima bo'lishi mumkin? Aytinglarchi, nima? Xo'p, mana shaderni oldim. Shader minus qilib endi o'yinga tushyapman. Mana tushib oldim. Xo'sh, bu bo'ldi. Nima ekan bu? Temir ekan. Xo'p. Spam qilgan joyiga qaranglar. Spam qilgan joyiga. Xo'p, pastga tushamiz. Menimcha, temirlar ko'p ekan. Menga esa temir kerak emas. Suv bilan tushaman va tushib ham oldim. Mana cho'chqaning yoniga to'g'ridan-to'g'ri cho'chqaning yoniga kelyapman. Xo'p, daraxtni sindirib yog'och qilib yasashimiz kerak. Bizga kamida 10 tacha daraxt kerak. Menimcha bo'ldi. Nima tushib qoldi? Endi verstaga yasashimiz kerak. Hop. Mana bunday qilib. Tosh naryoqda ekan-ku. Tosh olamiz. 20 ta tosh yetib ortadi. O'ylashim bo'yicha 20 ta tosh yetib ortsa kerak. Kirka, tapor va qilich, toshdan qilich yasash uchun yetib ortsa kerak. 20 ta tosh. 15 ta yetmasmikan? Yetgancha bo'lmasam qilichni yoki taporni temirdan qilaveraman. Xo'p. Kirkan toshdan qilamiz. Mayli. O'zachalik kerak emas va biz o'ldiramiz. Cho'chqa to'xta. Nitridi helmet. Bu juda yaxshi narsalar bermoqda. Video boshlanishidan gap yo'li. Qanday cho'chqa? Adga borsakmikan, nima deysiz? Adga. Menga qarab o'tirma, o'ldiraman. Tenetlar berib yubordi. Bizga ovqat ham kerak. Ovqat. Ana senga yana bitta berdi. Bel kurak, yana bitta bel kurak desam yo'q. Kamon beribdi, endi kuchaytirilgan kamondan beribdi. Mayli, gap yo'q. Chiqib, temir ham beribdi-ya bizga. Bizga mana bundan berdi. Daraja oshiradigandan berdi. Xo'p. Tepa chiqib, buni ham o'ldiramiz. Nima berdi? Nizerinkdan kiyim. Yaxshi. Polintay naborimiz nizerink bo'lyapti. Lut ham normalniy bo'ldi. Video boshlanishidan bu cho'chqalar nimalar qilib tashladi? O'qitilmagan bo'lsa ham zatto oltin olma. Bizga ovqat kerak, yotoq ham kerak. Nechta bo'ldi? Hali endi ikkita bo'lgan. Yungdan mana tapor. Tapor, bizga tapor kerak edi. Taporni ham berdi shunchaki. Nizerinkdan tapor berib yubordi. Yaxshi gap yo'q, lekin nizerink tapor. Endi tepaga chiqib nima qilamiz? Olsakmikan? Xo'p, mayli, olishga urinib ko'raychi. Tepaga chiqish muammoda.
To'g'rimi? Abba, endi nima qilamiz? Tepada ancha muncha narsalar bor. Mana bunday chiqishga urinamiz asta sekinlik bilan. Qani. Shuncha qilgandan keyin pastga tushib ketdi. Oppo. Menga kerakmas hozircha. Tash belkurakni yo'lga qo'yib. Nima qilib tashladi bu belkurak kuchaytirilgan. Nima kerak? Obbo. Yaxshi. Hop, bugun qolamanmi? Tepaga. Shunchaki o'tib ketadi, tamommi? Cho'chqadan epik narsalar va bizning maqsad nima? Maqsad adga borish. Epik narsalar uncha ham ko'p narsa bermayapti nimagadir. Va bizda ko'mir bor. Ko'mir esa fakkel beradi. Bizda fakkel deyarli bor. Hop, mana tepaga ham chiqib oldik. Endi toshli kirkamizda ko'mirlarni sindiramiz. Lekin temir ko'p ekan, gap yo'q. Temir ko'pligiga. Tepaga yana biroz. Oho, ko'mir komi bu yere. Mana. Mana o'sha video boshidagi temirlar. Yaxshi. Kech ham tushyapti. Bu ham juda ham yaxshi. Biz birinchi kunda shuncha ish qilib tashladik. Lekin bu yomon ish emas, juda ham yaxshi. Lekin cho'chqa ko'rmayapman pastlarda. Xo'sh, bertakka qo'yib, hop, bizga yotoq kerak. Obbo, pastga tushib chiqish kerak bunda. Mana sizga kattakon problema. Shu bizga kerakmidi? Bitta endi qanday tepaga chiqaman? Hop, qani. Qani, oz qoldi. Oho, oz qolmadi. Oppo. Nima bu zombilar har qayoqdan paydo bo'lishyapti. Zombilar yo'q joyda ham paydo bo'lish xususiyatiga ega. Nima bo'lib ketyapti? Gapirmanglar menga. Abbo, bitta yetishmayapti endi. Shuni yomon ko'rardim. Chiqolmaydi baribir. Men tushib ketdim pastga. Jinni ham qo'yvordilar. Hop. Shunday hozir adga boramizmi? Bizda bir stak bor edi va hozir qolmayapti. Okey. Xo'sh. Mana maydalab srazi qilich, topor
yelkalar yasadim. Yaxshi. Xo'p, menda ozgincha do'stlar, mana videoni ham yoqdim. Endi videoni yoqish vaqti ham kelgan edi. Temirni ham olib videoga ko'p vaqt sarflayotganim uchun, ishlarni qilish uchun shunga o'chirib qo'ygan edim. Va hozir shu yerdan portal yazsam nima deysizlar? Shu yerdan portal. Hop. Lekin yazsak yomon bo'lmas edi. Adga borib bu yerda qora skeletlarni o'ldirish. Demak, maqsad shu. Hop, biz ko'proq tosh olishimiz kerak. Toshlar juda ham kerak bu yerda. Kamida 30 ta tosh olishim kerak. Bungacha video. Hop do'stlar, 54 ta olib tashladim va endi qurishni boshladik. Bir qurib oldim. Demak, bu yerda sindiramiz. Hoppa. Mana hozir uchun portal ham tayyor deyarli. Mana bularni tashlashim kerak. Shunda bitta bo'lay. Men kelgan vaqtimda yashasam. Oldinroq endi hop mayli yog'ochdan kirganda foydalanib turamiz. Hop, mana endi bu ochib yana buni ham olish kerak, lekin obsidianimizga juda ham kerak. Va qaranglar-da, shuncha qilgandan keyin bermadi. Nimadiki bu? Hoppa. Bunga qo'ydim. Nimaga yo'nmadi bu? Tamam. Qayerdadir qoldimi yoki? Tekshirib chiqamiz. Lapcheta kichkina bo'lgan, shu uchun videoni o'chirib turib borib, yana cho'chqalarni o'ldirib yangitdan boshqa obsidian olib keldim. Mana yana bitta keyin bunday. Qani yon. Mana. Yonishga yondi, lekin bizga ko'mir kerak. Xo'sh, bizga nima kamchilik bor? Qilich. Toshdan qilich bor. Ishton yo'q ekan menda. Qanday qilib ishton? Hali ishton yo'q. Men hozir adga bormayman. Ikkinchi qismda adga boraman. Hozir esa menga o'qitilgan oltin olma kerak. Shu sababli men ketdim yana cho'chqa axtarishga. Ikkinchi qismni ko'rishni xohlasanglar, kanalimga o'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi qism ham chiqadi shu videodan keyin. Bo'pti, ungacha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.